Erim meni nazorat qilishini xohlayman. Klip syomkasida baxtini topgan Asal Shodiyeva 34 yoshda. Faoliyatini qo'shiqchilik bilan boshlagan. Hay hay qizaloq, uchar qiz. Janob hech kim filmlari bilan tanilgan aktrisa Asal Shodiyeva 6-aprel kuni 34 yoshni qarshiladi. Dizaynerlikka mahorati bor. Sevimli turmush o'rtoq va 2 farzandning onasi bo'lgan Asalning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Asal Shodiyeva 1992-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. U san'atga kirib kelgan ilk yillarda O'zbekistonim nomli taronani ijro etgan. Aktrisa Uspensky nomidagi musiqaga ixtisoslashtirilgan maktabda tahsil olgan. Asal otasi haqida deyarli gapirmagan. Ko'proq onasi, bobo, buvisi va singlisi haqida gapiradi. Asal Shodiyevaning san'atga kirib kelishida bobosi Mirzakalon Shodiyevning hissasi katta. U avvaliga xonanda bo'lishni niyat qilgandi, ammo kutilmaganda rejalari o'zgardi. İlk gonorarimni Ravil Botirovning Jannat qaydadir filmidagi rolim uchun olganman. Davlat buyurtmasi asosida olingan filmdagi rolim uchun 400 ming so'm gonorar berishgan. Filmda kichik rol ijro etishdan tashqari, soundtrackini ham duet tarzida ijro etgandim. 2008-yilda yosh qiz uchun bu kam pul emasdi, deydi aktrisa Asal Shodiyeva. Keyinchalik Asal Shodiyeva aktrisalik sohasida o'zini sinab ko'rdi va aynan shu yo'nalishda mashhurlikka erishdi. Janob hech kim, uchar qiz, uylanish, hay hay qizaloq, Majnun, Poyga, Vahshiy, Qaysar oshiqlar aktrisa ijodidagi muvaffaqiyatli filmlar hisoblanadi. Aktrisa kinodagi faoliyatida tanaffus e'lon qilganidan keyin Soxta, 3 ta so'z kabi taronalarni muxlislariga taqdim etdi. U 2012-yili Hay hay qizaloq filmida yulduz rolini ijro etgan. Aktrisa mazkur rol uchun sochlarini antiqa tarzda kaltalatgan va rangli ulama sochlardan foydalangan. Hay hay qizaloq filmini ko'p marta tomosha qilganman. Boisi filmdagi rolim o'zimga ham yoqadi. O'ziga xoslik va yangicha yondashuv bor, deydi Asal Shodiyeva. Suratga olish maydonchasidan boshlangan sevgi tarixi. Asal Shodiyeva 2016-yilning 5-iyun sanasida xonanda Shohruxxon bilan turmush qurdi. Juftlikning to'yida o'zbek shou biznesining ko'plab taniqli vakillari ishtirok etgan. Qizig'i shundaki, juftlik munosabatlarini uzoq muddat ommadan sir tutgan. Tanishuvimizga qo'shig'im klipining syomkasi sabab bo'lgan. Ungacha u qadar bir-birimizni yaqindan bilmasdik. Syomkadan so'ng munosabatlarimiz iliqlashgan, deydi aktrisa. Aktrisa Asal Shodiyeva turmush o'rtog'i Shohruxxondan 7 yosh kichik. U 1992-yilda, Shohruxxon esa 1985-yilda tavallud topgan. Hozirda Asal Shodiyeva Shohruxxonning 2 nafar o'g'il farzandlari bor. Asal Shodiyeva turmush qurganidan keyin kinofilmlarda suratga tushishni kamaytirdi va vaqtini oilasiga sarfladi. Ijodga qaytganidan keyin aktrisa turmush o'rtog'ining Yurak, Gulim taronalariga ishlangan video kliplarda suratga tushdi. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib aytishim mumkinki, 2 nafar farzandimiz bor. Asal ularga qarash kerak. Undan tashqari uyda ko'p yumushlari bor. Vaqti bo'lmagani uchun ijodda biroz tanaffus qilishga to'g'ri keldi. Ijod qilishiga ruxsat ham, badiiy kengash ham bor, deydi aktrisaning turmush o'rtog'i Shohruxxon. Asal Shodiyeva 2024-yilda yana faol ijodga qaytdi. U rejissor Dilshoda Qosimovaning Uyga qaytish filmida, shuningdek, turmush o'rtog'i bilan birgalikda Musiqa bu sevgi filmlarida suratga tushdi. Bundan tashqari aktrisa turli yirik kompaniyalari bilan reklama shartnomalari imzoladi. Shohruxxon 2 yillik tanaffusdan so'ng 2026-yilning mart oyida yakkaxon konsert dasturini o'tkazdi. Unda Asal Shodiyeva ham qatnashib, juftlik yangi duet kuyladi. Turmush o'rtog'imning bu yilgi konsertida ikkimiz duet kuyladik. Bizning oilada bunday narsalar juda tez hal bo'ladi. Choy ichib o'tirgan paytimiz duet aytasammi, aytmaysammi dedilar. Mayli, aytamiz dedim.
Bir oy avvaldan menga qo'shiqlar tashladi. Yodladim. 3-4 ta qo'shiqni studiyada yozib ham oldik. Bu qo'shiq senga bo'lmadi yoki bu yerga mening ovozim tushmadi deb aytdi. Shunday qilib aytishga qo'shiq qolmadi. Oxirida vaqt kam qolganida balki men chiqmasman dedim. Buning ustiga Toshkentdagi katta konsertdan oldin viloyatga 4 kunlik gastrolga ketgan edi. Tunda safardan qaytganidan so'ng charchagansiz, qo'shiq yozmaymiz dedim. Yo'q, kel yozamiz dedi. Tun yarmida yetib bordim. Meni jo'natib yuborib, yana 4 soat qo'shiqni oxiriga yetkazib qo'ydi. Qo'shiq ularga yoqdi, menga yoqmadi. Sababi Shohrux aka chiroyli kuylagan. Meniki ularnikichalik yaxshi chiqmadi deb ko'nglim bo'lmadi, deydi Asal Shodiyeva. Shohrux aka hech qaysi obrazini menga ishonmaydi. Faqat o'ziga yoqqan kiyimini kiyadi. Men salbiy fikr bildirsam ham menga yoqyapti. Shuni qilaman deydi. 10 yildan buyon tanısam, doim o'zi xohlagan narsani qiladi. Uning shaxsiy hududiga aralashmayman. Ijodkor odam, o'ziga qulayini qilsin deyman. Shohruxxon rafiqasining ijodiga qanchalik aralashadi? Turmush o'rtog'im meni ko'p nazorat qiladi. O'zim ham nazorat qilib turishini xohlayman. Chunki ulardan ko'pincha yaxshi fikrlar chiqadi, deydi aktrisa. Shohruxxon Asalga xiyonat qilganmi? Xonanda yangi konsertida Asal Shodiyeva hali tug'ilmasdanoq o'zi 1-sinf paytida 11-sinf qizga ko'ngil qo'ygani haqida so'zlab berdi. Shunda u Asalga xiyonat qilmagani, chunki u vaqtda rafiqasi hali tug'ilmaganini hazilomuz tarzda gapirib berdi. Shohrux aka menga xiyonat qilmagan, bilaman, lekin Guli ismli qizga ko'p qo'shiq aytadi. Menimcha o'sha qiz Guli bo'lgan, deydi aktrisa.